Assalomu alaykum. Bo'zak fakizoti borchilari. Ana bugun 26-dekabr. Yaxshi katta ishimizni tugatib berdik. Hop, bakka 6000 Redpen Quattro materiali. Hop, Sheffield dub svetida. Ko'chalar Forsini aynek, двойной, ichkarisi oq, tashqarisi Forsini. Hop, har bitta xonada bittadan sulujli mexanizm, avvalni podagonnilari bilan общий romimiz bitta 9 ta rom. Hop, 4 ta eshik olib kelib, 2 ta forsiya bilan o'rnatib berganmiz. Narxi hop 26 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Manzilimiz Namangan viloyati, hop To'raqo'rg'on tumani, Shahand qishlog'ida biz. Mana Makka 125 ga 162 rom, 2 ta ko'chaga. Bittasi o'ng, bittasi chap ochiladi. Bunisida sulujli mexanizm, bunisida обычный ochiladigan fortishka. 60 ga 40, 50 ga 40. Hop, ichkariga kirganimizda endi hop, ichkarida 142 ga 162, ichkarilar 2 qavat yodiga oyna, podagonnilari bilan. Bunisi 73 ga 162, bir-biriga to'g'rima-to'g'ri qaragan. Hop, bitta yana 142 ga 162. Hop, bu tomonda yana 73 ga 162. Bu tomonni bir hamkasbimiz qilib bergan ekan. Endi bu tomon bizga nasib qildi. Hop, eshiklarimiz 125 ga 73, 2 ta podvalga G306 alyumin Aldox 1 profilida, двойной qora oyna. Hop, 53 original zamoylari bilan. Bu tomonga 70 ga 50 fortishkamiz. Fortishkaga qaychi mexanizm qo'yib berganmiz. Tevaga ochiladi. Hop, tashqi mana bu xonadonimizga vadasel ochib berdik. Ko'rishinglar mumkin. Chiroyli qilib kirishkalari. Hozir ichkaridan ham ko'rsatib beramiz. Eshigimizga biz shotlanka qilmadik. Hop, bu eshigimiz 240, bitta splashni ochilgan. Bunga 5 tadan qora oshiq-moshiq original high-tech ruchka, Graf firmasiga tegishli SPS rezinka. Ruchkani emblemasi. Hop, kalitlari. Bu akamiz qulflanishlar. Turkiyada ko'rib ishimizni havas qilgan ekan. Juda go'zal. Termo bilan bir xil. Shunchaloqda o'zida. Shuni itariladi, yopiladi. Har bir qanotiga aytganimdek 5 tadan oshiq-moshiq. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Forsini двойной oyna bu ham. Ichkari umuman ko'rinmaydi, ko'zgu bo'lib turadi. Ichkaridan hop, mana tashqari chiroyli bo'lib turadi, xudo xolasa. Hozir yana yarki qilib, bu Akfa firmasiga tegishli Sheffield dub laminatsiya profili. Hamma yo'g'i zich bo'lib keyin. Trapetsiya aytganimdek avvalni podagonnik kirishkalari bilan. Hop, Akfa podagonnik. Ruchkalar ham high-tech romda. Qora ruchkasi, o'sha Graf firmasiga tegishli. Hop, ko'rinmayapti hozir. Mana zatseflari 3 tadan qo'yilgan. 2 ta. Mana uchinchisi original saydinitel. Original saydinitel. Qulflanishlari. Hop, romlarga 3 tadan qora petla qo'yib berganmiz. Bu tomonga sulujli mexanizm aytganimda har bitta xonaga bittadan sulujli mexanizm. Bu tomonda ham xuddi shunaqa 3 tadan qora petla. Ko'rishingiz mumkin. Mana 3 bo'limli.
podagonilar, zazorlarga penalar sepib chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Va bitta katta zazor yo'q, podagonni ishib chiqqani uchun, penamiz ishib chiqqani uchun katta zazorga o'xshagan zazorimiz. Bu tomon ham xuddi shunaqa devorgacha borgan 1,5 santimetrdan pena haqqini tashlaganmiz. To'liq taylari samaralizlangan. Sulujniy mexanizmimiz ochilishli va yonga qilsa yonga ochiladi. Ruchkani tevaga qilsa mana forchka holatda bo'ladi. Yopadi. Yonga yopildi. Bu orqasida bitta zatsef, bitta, ikkita, 3 ta zatsef oldiga mana. Bitta o'sha boshida ikkita, bitta mexanizm zatsef 3 ta. Bunda ham xuddi aytganimdek original soedinительlar. Endi ikkinchi xonaga o'tamiz. Bakka hammomga eshik olib kelib o'rnatib berganmiz. 70 ga 2 metr oq alyumin Aldox 1 profilida. Bu yaxshi ko'rinmayapti eshigimiz, yopilishlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Hozir svet yoqib ko'rsatib beraman. Bu xonada ham ko'chaga qaragan forsini ayni mana. Ko'cha tomondan umuman ichkari ko'rinmaydi. Bunda ham sulujniy mexanizm. Hozir ochilishlarini ko'rsatib beraman. Podagonni kirishkalar qo'yilgan. Akfa 35 lik podagonni. Taylari 100% penalangan holda. Xo'p, mana bu yonga ochilishi, forsini ayni. Bu mexanizm bo'lishi mana. Qanotlarni ligirovka qilib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib berdik. Endi orqa tomonda bitta mehmonxonamiz bor. Bakka oq plastron olib kelib o'rnatib berganmiz. Tomonga bunisi обычный ochiladi. Redpen 6000 quadro. Bunga ham Sheffield svetda podagonni o'rnatib berganmiz. Podagonni bir xil bo'lsin degani. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinish. Bu ham yodiviy oyna. Bunisi mexanizm. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Ruchkani tevaga qilsa mexanizm ochiladi. Yonga qilsa обычный ochiladi. Yodiviyni farqi, двойной yodiviy oyna. 100% germetika qilingan mana chetalari. Tomonda. Bu ham trapetsiya podagonni. Narxi 26 million so'm. Namangan To'raqo'rg'on Shahand qishlog'i. Quvasoy Akfada qolinglar, Quvasoy Akfa doimo xizmatingizda. Bunaqa chiroyli ishlar, xudo xolasa yana qo'yib boramiz. Hozir tashqaridan eshigimiz juda go'zal chiqdi. Tashqaridan hozir bitta ko'rsatib beramiz. O'pshi. Kadr qilib. Eng qizig'i hammasi bitta liniyaga to'g'ri bo'ldi. Iftoraga kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ishonch uchun rahmat. Xizmatlaring bo'lsa, doimo xizmatdamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Eng ishonchli hamkor Quvasoy Akfa.